Bugun biz top 5 ta Minecraft seedlarini ko'rib chiqamiz va ularga 10 dan baho beramiz. Birinchi seedimiz Mama Mose. Buni to'g'ri yozilmasida ko'rsatganimdek yozasizlar, bo'lmasa qishloq chiqmasligi mumkin. Ya'ni bu qishlog'imizni ko'rib 10 dan baho beramiz. Lekin nimadir noto'g'ri. Chunki nimasi aytganda mana ularda buglar bor. Yana shunaqa buglar mana bu joy bug. Hop, bitta buglar ichidan balayirladi. Mana bu joy bug. Demak, biz bu seedga 10 dan 7 baho beramiz. Qishloq kattaligi uchun 8 beraman men. Yo'q, men bu bugam bor ekan, demak 7 ball. Keyingi seedimizga o'tdik hisob. Keyingi seedimizni o'zim o'ylab topganman. Play New Adventure va bu yerga hammasi keladi. O'zi deb yozasizlar, o'yinga kirasizlar va mana bunga 10 dan 10 baho beraman. Buglarni hisobga olmadim chunki davlatimiz O'zbekiston tinchlikligi uchun 10 dan 10 baho. Yaxshi, normalniy. Unda keyingi seedimizga o'tdik. Keyingi seedimiz ham juda oson. Seed degan bo'lmaga kirib 3 ta yozasizlar. Adashib qattiq qilib qo'ymanglar. Yana kommentariyalarga. Ish chiqib qoldi, shuning uchun videoni pauza qildim. Hop. Men kasalman, kasal holimda sizlarga video olyapman. Va o'yinga kirsak, shunaqa ajoyib qishloq chiqadi. Bu qishloqda umuman bug yo'q menimcha. Hop, hozir buglarni ko'rib chiqamiz. Bitta bug topdim, mana joy netov ekan. Bunga undan 9 qo'yamiz. Unda keyingi seedimizga o'tsak bo'ladi. Keyingi seedimiz 3 ta 9. Va mana anaqaga kirib oldik. Merga kirib oldik. Tak. Yaxshi, bu qishloq seediga o'zingizlar baho berasizlar. Keyingi seedimizga o'tsak bo'ladi. Keyingi qishlog'imiz seedi robot. Mana shunday uchasizlar. Qishlog'imiz chiqdi. Bu yerda bitta emas, kakras 2 ta qishloq bo'ladi. Mana shunday qilib videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Steve Lex bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammalarga xayr.